Sizlar uchun arzon narxda hovlilarni ko'rsatishda davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Navbahorga kelganmiz. Andijon Zelinamo'sda joylashgan bitta hovlimiz obzoriga kelganmiz. Video davomida sizlarga hovlini to'liq obzorini ko'rsataman. Hovlimiz shunaqa tinch mahallada qurilgan, 6 sotixli, to'liq qurib bitkazilmagan. Hozir sizlarga ichkarilarini ko'rsataman. Xo'p, mana hovlimizga kirib oldik. Bu tarafga to'rxona plus koridor bilan qilingan. Bu yerda yana bo'sh joylari bor. Bu tarafda ham qo'shimcha 2 sotiq joyi bor, oshiqcha. Bu yerga hozir daraxtlar ekib qo'yishgan. Bu yerda ham hozir ko'rsataman. Uyimizning kengligini qaranglar. Uyimiz mana shu devorgacha, bu yoqda devor ko'tariladi. Hovlimizda hozir qo'shimcha joyni sizlarga ko'rsataman. Mana bu tarafda yana qo'shimcha 2 sotiq joyi bor. Bemalol foydalanilsa bo'ladi. Bu tarafimizda poyez yo'li bor. Undan keyin katta yo'lga chiqib ketsa bo'ladi. Kommunaldan, gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammo yo'q ekan. Uyda egalari joyimizga $60 ming baho qo'yishdi. Kelishib, baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Xo'p, lokatsiyani tushuntirib o'taman. Lokatsiyamiz bu yoq Andijon tuman hokimiyatidan o'ng qo'lga burilib to'g'ri Navbahorga qarab kelganimizda shu ko'chadan kirib, bu oxiridan chap qo'lga burilganimizda. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun arzon bo'lgan Andijondagi uy-joylarni obzor qilishda davom etamiz.